Dadasi ertaga dadam yubiley ekan, borib kelaylik. Yo'q, men bormayman. Ertaga seni tashlab kelaman. Shu gapingizni dadamga ayting. Makka ertaga boraman. Juda bir mososragan odam bo'ldingiz-a, dada. Yubiley qilyapman demaysiz, aytmaysiz kuyovingizni. Ha, 2 kun avval borib yotib olaman, xavotir olmang. Siypalamasdan bor tezlash. Xo'p. Mana shu arzimas sovg'a sizga. Kimga? Sizga? Kimga? Sizga devosiz. Kim bo'ladi sizga? Dadamga. Yakka kuyovimiz bor-da. Otagilam! Assalomu alaykum. Uxdanli otam jeta uryaptimi? Nomimga fermer qo'yib olaman. Kuyov bola, yubileyimga nima olib keldingiz? Moni olib keldim, moni. Moni, jivachkani olib keldim. Og'zingiz sasiydi-yu. Voy o'lmasam. Siqilmang dada. Eng asosiysi mehrda. Meni sap ketdi-da siqilib olib, xonalar burchaklarga kirib olib yig'lab o'tirmang. Joydan qo'ying. Kuyov bola dadingiz bilan bo'ldi. Otagilam yubileylar muborak. Ha, onam o'ynang, qistiring. Qaynatamnikidan qaytarib yuboraman. Hayajonlanmang, pochcha. Hayajonlanib bo'ldim, jiyan. Nimadir hidi chiqyapti. Boya ering qo'rqqanda nimadir bo'ldi. Bor ko'chaga olib chiqib aylantirib kel. Ol. Ha, to'xtanglar. To'g'risini aytinglar. Mana qanday ishlab o'tiribmiz? Faqat to'g'risini. Kim gaz chiqardi? 60 ga kirib tan olish ham mard ishi. Sizmi dada?